Assalomu alaykum hammaga. Kriptovalyuta bozorini navbatdagi tahlilini davom ettiramiz. Bozorda demak AI hamda o'sha privacy protokollar yaxshi harakat qilyapti. Umuman olganda bozor holatida demak Bitcoin ko'tarilgandan beri yaxshi bo'lib qoldi. Demak, nechagacha chiqishi mumkin? Ko'pchilikda shunaqangi pozitiv tahlillar ko'p kelyapti. Bu qanchalik o'rinli va biz bu holatda nima qilishimiz kerak? Shunga hozir batafsil gaplashamiz. Hop, Bitcoinga boshlaydigan bo'lsak, Bitcoindagi bizning tahlilimiz mana shunaqangi edi va bu holat bo'yicha hali o'zgartirganim yo'q. Ko'radigan bo'lsak, kichkina time frame'dagi korreksiyalar bizga qancha shu atrofda yurib tursa, masalan, deylik chiqib tushib, mana 2-3 kun yuradimi, 3-4 kun yuradimi, qancha ko'p shu atrofda yursa, bu biz uchun yaxshi, chunki altcoinlarimiz yaxshi harakat qilishda davom etadi. Bitcoin dominansi o'sha 2-3 oydan beri shu 59-60 atrofida, faqat o'sha atrofda yuribdi. Shuning uchun hamma altcoinlar yaxshi yurmadi bozor ko'tarilgani bilan. Efir nisbatan yaxshi yurganlar qatorida turibdi. Biz bu lokalnidagi holatimiz. Endi mana bu tahlillarga keyin o'tamiz. Orada demak altcoinlarga to'xtaladigan bo'lsak, Dash kriptovalyutasi demak 96 gacha chiqib keldi bugun va unda xolasa bu bizni 3-chi bo'ladi. Birinchisida demak bu yerdan kirib 40% atrofida, undan keyingisi yana 36%, mana bugun oxirgi tushirib berdi va 3-chi pozitsiyamiz buni ham kecha ochganmiz. Bu bo'yicha уже hozirda necha foizda? Bu ham уже 14-15% gacha chiqib ketdi. Buni ham 40% ga qo'yganmiz. Unda xolasa bu targetga qarab ham sekin-sekin harakat qilyapti bozor. Asosan lokalnidagi likvidlarni mana yechib yig'ishtirib ketyapti va keyingisi mana уже 96 mingda bor ekan. Lokalnidagi likvidlarni olyapti, ana undan keyin harakat qilyapti. Ya'ni balans ushlab chiqib ketyapti. Ob'yom yaxshi. Bu anaqadagi holat, demak, kattaroq time frame'da qachongacha borish mumkinligini ko'ramiz. Birinchi asosiy narsa ob'yom bo'ladi. Agar ko'p qolib ketsa va ob'yom tushishni boshlasa, sekin o'shanda chiqish kerak bo'ladi. Umuman olganda, xo'p, bu holatlardan ko'radigan bo'lsak, bizda u eski holatida, demak, naqadagi sentyabrdagi head and shoulders pattern undan keyin o'tgani, bayroqda biz demak kirdik, ishladik, yana kirdik, yana ishladik va hozirgi holatida katta ehtimol bilan bu 4-valnaga korreksiyaga tushgan bo'lishi mumkin, chunki bu yerda flat correction, bu yerda sharp correction bo'lyapti. Hozir ko'rsataman buni. Katta yozilib ketdi. Mana. Ikkinchi valnamiz odatda chuqur korreksiya bo'ladigan bo'lsa, 4-valnamiz sidewaysga, flat, bakavikdagi korreksiya bo'ladi yoki teskarisi mana. Bizda mana shu ikkinchi rasmdagidaqa teskari bo'lgan. Buni mana hozir ko'rishimiz ham mumkin, katta ehtimol bilan. Mana bu joyda mana flat sideways correction va bu yerda demak ABC bilan demak chuqur korreksiya bo'lgan. O'tkir korreksiya deyiladi, sharp correction. Shu holatda ana endi bizda lokallikda bu yerdan qaraydigan bo'lsak, uje 1-2 da harakati biz hozir katta ehtimol bilan 3 ga expansionga chiqayotgan bo'lishi mumkin. Xuddi mana buni singari, undan keyingisi flatroq korreksiya bo'lishi ehtimoli ham bor. Mana buni hisobiga keyin yana balki davom etadi. Ko'ramiz. Hozircha biz targetlarimizni qo'yib turibmiz va ishlab turibmiz. Bu dashdagi holat. XPG ga payt ochganmiz, bu ham bir ko'tarildi, undan keyin tushib ketib qoldi. Yana hozirgi holat turibdi, olgan joyimiz atrofida. DCR bu ham privacy ga kiradi va bu 30% dan bugun ham qaytdi. 30% atrofida foyda bo'yicha turibdi. Hali yana boshqa kirish bo'yicha paysa qilmadik, ya'ni yangi qilish ehtimolimiz ham bor. Ko'ramiz. 15 minutlik, 1 soatlikdagi mana bu korreksiyani hisobga olgan holda yangi paysa qilishimiz ham mumkin agar. Zendagi holatni ko'ramiz. Xo'p, Zen yaxshi ko'tarilib qoldi. Bunday paysalarimiz ham ko'p va liquidga bergan paysalarimiz ham mana bu joyda bo'lgan. Uning atrofida xudo xohlasa 40% ga oz qolyapti. 30% уже bor. Buni kecha уже bo'lgan va ikkinchi targetimizga xudo xohlasa chiqib bersa, buni ham demak yopamiz. Bundan tashqari ba'zi coinlar ham bor. Endi ularda hozir ICP da boshqa paysa qilishimiz mumkin, chunki bu deyarli targetga urib qaytdi. Undan keyin agar shunaqangi korreksiya bo'lish ehtimoli bo'lsa, chunki hozircha yaxshi harakat bo'lmayapti, undan keyin kirishimiz mumkin.
Xo'p, gras stop urib ketdi. Grasdan biz chiqib ketdik. Hozir o'chib ketmagan bo'lsa, grasdan chunki yaxshi harakat bo'lmayapti. O'shaning hisobiga bundan hozircha chiqib ketdik. Demak, S-coin ham foydaga chiqdi. Undan keyin tushib ketib stop turgan, ya'ni necha foizga, bir 8% mi, 7-8% foydaga chiqqanda biz aytdik. Demak, bu holat. Shu bizdagi hozir paysalar yangi ochganlarimizdan gruppada IP degan coin bor ekan. AI proyekti yaxshi proyektga o'xshadi. Undan keyin hozir lokalniyda kichikroq paysa qilib turibmiz. Hozircha hali bir harakat bo'lgani yo'q. Bu demak biz altcoinlardagi paysalarimizda yana ikkita coinni ko'rib qo'yganman. Bu endi uzoqroq muddatga bo'ladi. Faqatgina uzoq muddatga kirmayotgandik. Sababi bo'lishi mumkin. Uni demak tahlil beradigan bo'lsak, bu gruppada bu haqida ham batafsil gaplashamiz. Hozir buni ustida ishlayapmiz. Bundan tashqari PDF materialni kanallarda hammasiga chiqardik. U bo'yicha 26-yilda qanaqa sektorlar yana harakat bo'lishi ehtimoli bor. Uni demak o'zimiz tahlil bo'yicha PDF material qilib chiqarganmiz. Bemalol o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Demak, Bitcoinga qaytamiz. Bu bizning tahlil holatimizda. Endi Bitcoinda ko'radigan bo'lsak, qayerdan kelyapti? Tushunmadim. 100 ming atrofida likvid bor. 100 ming atrofiga chiqishi. Demak, biz tahlilni ham 100 mingga fake out berish, ya'ni 100 mingga chiqib turib keyin tushish ehtimolini ham qo'yib turgandik stol ustiga hozir. Ya'ni bu bizni bor anaqalarimizda. Yuqorida likvidlar ham bor. Hali bir pastda olishi menimcha sabab yo'q deb o'ylayman. Chunki bozordagi kayfiyat, optimizm shunga majbur qilyapti, yaxshi bo'lib turibdi. Demak, Bitcoinda ko'radigan bo'lsak, ba'zilar demak uje anaqani retest beryapti, 95 mingda uje shu bilan ketamiz yuqoriga deyilyapti. Yana ba'zilarda yo'q, unaqa emas, chunki bu 4 yillik siklda oladigan bo'lsa, har anaqada 4 yil bo'lsa, 3 yil o'sgan bozor, 1 yil tushgan bozor, shuni hisobga oladigan bo'lsak, xuddi ana bu 2022-yilga tushdi singari bizda shunaqangi mana flag shakllanyapti, bir xil deyarli ko'radigan bo'lsak, juda ko'p o'xshash joylari bor. Shu bilan biz yana tushib ketishimiz mumkin degan tahlilni beryapti. Men ham shu holatda bo'lib turibman, ya'ni har doimgi 4 yillik siklda hisobga olganimizda, demak yana bu davom etishi ehtimoli shuning uchun ishlayotganimizda ham ehtiyotroq bo'lib ishlaylik degan maqsadda bu narsani aytamiz. Keyingisi hidden bullish divergence, ya'ni divergensiyalar bilasizlar, oddiy va hidden bo'ladi. Oddiysi qanaqa? Uni hammamiz ishlatadiganimiz, misol uchun narx keskin tushib keldi, atkat berdi, yana bitta oqqandan keyin narximiz pastlaydi, RSI'miz nima bo'ladi? RSI nabarot. RSI'miz bundan ko'rsatadi. Ana o'shanda bizda demak divergensiya hosil bo'ladi va bu razvorotga berishi mumkin bo'ladi bozor ketishiga. Bu klassika ishlatadigan anaqamiz, ya'ni o'zimiz usul. Endi hiddenida ko'p men o'zim ochiqni aytaman, hiddenni deyarli ishlatmaganman. Ko'proq divergensiyani o'zini ishlatardik, chunki narx pastlaydi, bu nabarat ko'tariladi. Bu bizga ko'proq ma'lumot beradi. Rost ham razvot holatini beradi. Masalan, mana bu holatda narx ko'tariladi, RSI tushadi. Ketadigan holat. Ochiq edi bu narsa. Endi xo'p, hidden bullish divergensiya bo'lgani bilan bozor ko'tariladimi? Uje mana bu ko'tarib bergan hisobga olishimiz kerak bo'ladi, chunki mana bu uchi bilan bu olinyapti. Hozirgi mana bu bir 7-8%, bir 10% ko'tarilish mana shu divergensiyani ishlab berishi bo'lishi mumkin. Chunki divergensiya degani polностью tepaga olib chiqib beradi degani emas. Ya'ni narxni bu divergensiya bo'lgan 110 mingga olib chiqadi degani emas. O'zini o'rnigacha ishlab beradi. Ana shuni shu 100 mingga chiqib berishi ham men shu divergensiyani ishlab berishi deb hisoblayman. Volume analiz bo'yicha ABC korreksiya bo'lgan, mana bu joyda C tugagan va shu bilan ketamiz degan tahlilni beryapti. Buni o'ziga yarasha xatoligi bor. Buni hozir internetdan ko'rgandim. Mana Bitcoin Sensus degan kanaldan ekan. Obunachisi ham ko'p ekan. Endi bu holatni hozir tekshirib chiqadigan bo'lsak, Bitcoinga qo'yamiz. Xo'p. Muammo nimada? Rasmda joylashimiz kerak. Bizda demak 3-4 vannalar hammasi birga bir to'g'ri tushyapti. 5-vannalar mana bu joyda tugadi deb hisoblanyapti. Okey, tugadi deganimizda ham
Xo'p, mana bu 5 ta bilan A ga tushgan bo'lsa ham, 5 ta emas, 3 ta bilan anarog'i. Mana bu katta korreksiyaning hisobiga. Mana buni hisobiga. Yoki WXY bo'lgan bo'lishi ham mumkin, murakkab pattern. Tushunmadim, hozir qaytib ketib qoldi. 1 minut. Ha, mana. Mana bu holatimizda B valna degani bu 3 ta degani. 3 ta degani. Buni o'zgarishi turlari bor. Masalan, bitta turida bundan keladi-da, ABC bo'ladi, keyin chiqadi. Yana bitta turida narx keladi-da, uchburchak pattern yasaydi, keyin chiqadi. Yana bitta turlari bor. Chiqadi-da, uchburchak mana bu joyda bo'ladi. Kichkina pattern bo'ladi. Xuddi Bitcoinda 4 soatda bo'lib keladi. Buni o'zgarishi turlari bor. Bu holatimizda nima bo'lgan taqdirda ham, ya'ni ABC bo'ladimi, trigonlik bo'ladimi, yoki-da zigzag ichidagi trigonlik bo'ladimi, nima bo'lgan taqdirda ham 3 ta valna bo'lishi kerak. Mana 1, 2, 3 bo'lishi kerak. Lekin bizda mana bu analiz bo'yicha, tahlil bo'yicha buni polностью B deb olyapti. Buni B deb olsa nima muammo bor? Okey, mana chiqdi. ABC bor ekan, okey, zo'r. Bu yoqqa demak 3 ta bilan tugash kerak deb. Mana bu joyda tugash kerak 5 ta bilan, anaroq. Mana bu joyda tugash kerak. Chunki mana 1, 2, 3 bo'lib tugash kerak. Bu nima bo'lyapti? Bu yoq zo'r keldi-da, mana 1, mana 2 deb oladigan bo'lsa, mana 1, 2, 3 ga chiqish uchun, ya'ni ABC bo'lish uchun bu yoqda uje mana 5 ta bo'lyapti. Bu bilan o'zi tugash kerak. Kamiga yana harakat qilyapti-da, shu bilan bu yoq kashashib ketib qolyapti. Ya'ni bu holatimiz bizda B valnaga to'g'ri kelmaydi. Endi yana ham detalli chuqurcha kirib o'tirmadim. Agar kimda keyin yo'q, noto'g'ri aytyapsan degan bo'lsa, bemalol keyinganda qadar tushuntirib berishim ham mumkin bo'ladi bu holat. Shu sababli mana bu holat jihatoro deb o'ylayman. To'g'ri holati mayli, buni to'g'ri deb olib, mana shuni B deb olgan taqdirimizda ham C bo'lish uchun baribir 70 mingga tushish kerak bo'ladi. Baribir 70 mingga tushgandan keyin, chunki C degani 5 ta valna degani. Shuni hisobiga ham baribir 5 ga tushish kerak bo'ladi. Muammo shunda. Shuning uchun ko'p optimizmga berilmasdan bozorga sovuqqon holda qarashda, demak, hozirgi holatni maqsad bergan bo'lardim. Likvid bo'layotgan ko'nlarda ishlab turish kerak. Bu ko'nlarda umuman bozor holatida narxlar tushdi-yu, investitsiya qilaman demasdan shoshmaslik kerak deb o'ylayman. Shu bizning hozir tahlillarimiz. Hozircha shu, boshqa muhim xabarlar yo'q. Texnik bozorda harakat bo'lyapti. Ob'yomlar ba'zi kunlarda yaxshi. Hozir Zen qolib ketdi menimcha. Zenda yaxshi harakat bo'layotdi. Tak. Zenda ob'yom tushmayapti. Ob'yom yaxshi bo'lib turibdi. Buni boya aytdim shekilli. Bitta ehtimoli bor. Zen yana ham yuqoriga chiqish ehtimoli bor. Men o'ylayman, deylik bir 14, bir 15-16 ga chiqib korreksiya olgan holatda, chunki dashda ham sekiladigan joy bor. Keyingi holatda balki 20 ga ham chiqadi. Ko'ramiz. Lekin hozirgi targetimiz hali beri to'liq ishlamadi. Bu birinchi targetimiz, chunki dashda 3-target turyapmiz. Bunda hali birinchisini urganimiz yo'q. Mana shu holatga chiqib bersa, harakatli korreksiyani ko'ramiz, ana undan keyin yana ishlashda davom etamiz. Sog' bo'lasizlar, shu bizning hozirgi tahlillarimiz. Bular hammasini o'sha Big gruppada, Telegramda berib boryapmiz. Qiziqarli bo'lsa albatta qo'shilinglar. Bu degani biz har kuni zo'r polностью 5 oydan beri ketamiz demayapmiz, chunki bozorda vaziyat bo'lyapti, vaziyat bo'lmay qolyapti. Vaziyat bo'lganda undan maksimal darajada ishlashga harakat qilyapmiz. Bu birinchi narsa va hammasini demak mana Big gruppada berib boryapmiz. Ikkinchi narsa, yana yangiliklar qilyapmiz. Hali hammasini aytganimiz yo'q. Bu sekin-sekin mana bu yil amalga oshiramiz hammasini. Juda ko'pchilik manfaatli bo'ladi, xudo xolasa. Hammasi o'sha o'zimizning Big klubda, o'zimizning talabalariga, o'quvchilarga hammasiga berib boramiz. Shuncha qiziq bo'lsa, albatta video ostida silka bor, o'tib bemalol qo'shilib olsanglar bo'ladi. Keyin tahlillarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.